Agar siz har kuni kripto bozorda pul yo'qotayotgan bo'lsangiz, muammo siz strategiyangizda emas. Siz sessiyalarni to'g'ri tushunmayapsiz. Sessiyalarda o'zi 4 ta vaziyat bor. Har bittasini keling siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi holat manipulyatsiya va qaytish. Osiyo diapazonni hosil qiladi. London manipulyatsiya qiladi, hammani chalg'itishga harakat qiladi. London esa haqiqiy narx tarafga qarab narxni burib yuboradi. Ikkinchi holat kengayish va davomiylik. Osiyo kuchli harakatni boshlaydi. London tin oladi, ya'ni konsolidatsiya qiladi. Nyu-York esa Osiyo boshlagan harakatni davom ettiradi. Uchinchi holat London bosh rolda. Osiyo tor diapazonda yuradi, London kuchli harakatni boshlaydi, Nyu-York esa shunchaki tinchlanadi. To'rtinchi holat qidir va yo'qot. Osiyo diapazonni yaratadi, London Osiyoni likvidatsiya qilishga harakat qiladi, Nyu-York esa barchani likvidatsiya qiladi. Ya'ni o'zidan keyin hech kimni qoldirmaydi. Bozor tasodifiy yurmaydi, bozor sessiyalar orqali yuradi. Mana shu sessiyalarga qo'shimcha qilib yana bitta strategiya bor. Ikkalasini birgalikda mix qilib ishlatadigan bo'lsangiz, hammadan oldin bozorda ko'radigan bo'lasiz. Bu strategiyani sizlar bilan birgalikda test trade loyihasida ko'rib chiqamiz. Test trade loyihasiga qatnashish uchun profil biosidagi adminga plyus belgisini yozib qoldiring. Bu videoni o'zini zo'r treyderman degan do'stingizga tezda yuborib qo'ying.